Hamza logo yasashni davomlashtiriladi. Biz oldingi qism darslikda deganimiz bo'yicha mana shu izlatorning logosiga o'xshatib bir logo yasamoqchi bo'lgan. Shunlashqa avval men mana shu izlatorning logosidagi o'zimga lozimli bo'lgan elementlarni ko'chirib o'zimning xizmat rayoniga olay. Ya'ni sirtdan ichiga qarab, to'g'on qavatdan yuqori qavatga qarab mana shu elementlarni ko'chirib olay. Hozir birinchi qavatni mana shu butun surat shakli bo'yicha o'zimning xizmat rayoniga ko'chirib oldim. Hamdan buning ismini ramka 1 deb qo'yay. Chunki biz oldingi qismda deb o'tdik, mavi ramka, ya'ni qirdagi oq juzrang unumni chiqarish uchun, mangayotgandek unumni chiqarish uchun bizga ikki pot surat lozim bo'ldi deb. Shunlashma yana birini kesib olmay. Ikkinchi qavatdagi suratga qaraydigan bo'lsam, buningda o'ng tarafda oq shakl bu surat qavatini to'sib olibdi, ya'ni qirni to'sib olibdi-da. Shunlashqa men 8-qavatga qaradim. 8-qavatda hech qanday yana to'sib olmabdi ham. 8-qavatda moya juzrang, 1-qavatda moya oq rang. Demak, bu 8-qavatda men menga lozim bo'lgan surat qavati. Shunga buni ko'chirib oldim. O'zimning xizmat rayoniga chaplagandan keyin buning ismini ramka 2 qildim. Hamda qiribdi mavi ichidagi surat, ya'ni xalqaro cho'ng'izlar bilan karvonlarning surati. Men bu yerda buni yasab o'ltamayman. Faqat mana shu seriq taglik orqali mana shu vaqt sababidan mana shu qirdagi bir peskal oraliqdan boshqa yerlarni yetib bo'ldi. Buni o'qib bo'ldik. Hamda buning ismini taylik deydi. Undan keyin story degan xat. Bu xatga qaraydigan bo'lsak, bu xat san'atchilar yozilib, kompyuterga undan keyin kirgizilib takrorlangan xatga. Demak, buni biz mayli qaysi kirgizuvchini ishlataylik, chiqaramaymiz degan gap. Shuni qanday qilamiz? Xiyolni ishlatmayman yo'qda. Xiyol kirgizgichdan foydalanib men story deb yozay. Undan keyin buni ko'chirib men chaplagandan keyin bu xat shaklini o'zgartay. Ya'ni xiyolning xat shakliga o'zgartiraman. Endi meni hozir ishlatayotganim PHotoshopning CC nashri, ya'ni eng yangi nashri. Hammamiz bilamiz, xiyol kirgizgich bo'lsa bir o'lchamsiz unikodlik kirgizgich. Shunga buningdagi xat nusxalari hamda bu xiyol kirgizgichning paydo bo'lgan vaqtim shu, buningdan bir 5-6 yil, 8 yil bo'lib qoldi. Demak, shu vaqtga mana shu uyg'urcha xatlarning yasalish ahvoli bilan hozirgi ahvollarida tubdan o'xshamasliklar bor. Shunga hamda bu xat shakli bir qadar isbda yasalmagan ayni vaqtda xat shakllari. Shunga amal bor. Bundan keyin mana shu har qanday surat yasaganda uyg'urcha yozuq kirgizish lozim bo'lib qolganda xiyolni ishlatmay, bevosita o'lchamlik unikodlik kirgizishni ishlatganimiz yaxshi. Ya'ni Photoshop CC nashrida biz baş tanlanmaning ichidagi yozuq, bu turning ichidan Journal Xanaya degan mana shu turini tanlab muqimlashtirgandan keyin Photoshopni bir o'chirib yondiribla o'zimizning kompyuterimizda bor mana shu uyg'urcha kirgizgichda uyg'urcha xat yozib Photoshopni ichiga kirgizsak, bu xat bevosita kirdi. Photoshopni ichiga bir-biri bilan ulanib kirdi. Andan keyin bir yaxshi yeri, buningdagi xat nusxalarimi bir qadar mana shu o'lchamlik unikodlik xat nusxalarimi bir qadar jiq. Undan keyin ma xat yasalish jihatimi nihoyat sibda yasalgan, ham hozirgi mana shu yangi chiqayotgan xat nusxalarimi jiq bo'lg'achqa bizning loyiha ishlarimizga texmi qulaylik olib keldi. Shunga amal bor, bundan keyin mana shu o'lchamlik unikodlik xat nusxalarini ishlatdik. Andan keyin o'zimizga lozim bo'lgan bir xil xat shaklini tanlab bo'lgandan keyin muqimlashtirib etiladi. Undan keyin mavi iz
cheket la degan bu tor bet adresini men yozmadim. Mana bu xat nusxasi bilan mana bu tor bekat adresini ayt yaxshi moslashgan, lekin bizning kirgizgunimiz mundaq odatdagi xat nusxasi bo'lg'achqa bu tor bet adresini yozsak qamlashmay qolgan. Shunga uni kirgizmadim. Mana bu xatni men rangini o'zgartirtay. Ya'ni qon qizil rangga. Bo'ldi. Menga lozimlik bo'lgan hozir elementlarning hammani ivab bo'ldim. Endi biz keyingi soatlik darsda mana shu elementlardan foydalanib, mana shu logo rasmini qanday harakatlantirishni so'zlab o'tamiz.